Hammaga salom, bilmaganlar uchun ismim Muhammad Aziz. Bugun diplom ishi haqida gapirib bermoqchiman sizlarga. Xo'p, o'zi diplom ishi odatda majburiy emas edi, yoki diplom ishi yoki imtihon topshirsa bo'lardi. Hozirda lekin universitetlarga oxirgi prezident qarori bo'yicha yangi yildan shunaqa majburiy diplom ishi joriy qilindi. Определенный fakultetlarga. Xo'p, bugunda men ichki himoyani o'tab keldim. Bu narsada menga to'g'risi domlalar bilan yaxshi chiqishganim va o'qish paytida yaxshi o'qiganim juda qo'l keldi. Men tayyorgarlik qilib ulgurmagan edim, lekin eplab topshirib oldim. Bu bilan meni tabriklasanglar bo'ladi. Plus bugungi insaytimiz shuki, bu joyga o'zi borganda tayyorgarlik ko'rib borgan afzal, lekin tayyorgarliklar bo'lmasa, хотя бы даже yo'q tayyorgarlik ham o'zingizlarda ishonchinglarni такой maksimalniy darajada ko'rsatib o'zingizlarga bo'lgan ishonchni oshirib kirsanglar, bu narsalarga ko'proq foyda bo'ladi.